Dadamga yana nasihat qiling. Tezdan Longyin bozoriga qaytsin. Ma'qul. Uningga yana nasihat qilay. Leçonam sizga bir gapni desam, xappamang juma. Qani ayting. Anjonaysiga hujum qilamizdan. Bu xuddi tuxumni toshga urgandek bir ish. Nima ish bundaq deysiz? Kommunistlarning o'q-dori ambarini portlatish shundoq o'ng'aymi? Men deyman, dadangizning gapini yaxshisi ancha-muncha anglab qo'ying. Hozir siz jamoatingizning chirig'ini yo'rtadigan bir kishi. Meni taslim bo'ling demoqchiman. Yo'q. Sizni taslim bo'l demayman. Taslim bo'l deyishga haddim emas. Demoqchi bo'lganim, yanala jonni saqlab qolish muhim. Qandaqli o'zin jamoatinglarning chirig'i o'chib qolsa bo'lmaydi. Gapimni har holda o'ylanib qo'ying. Amanda da'vat etmanda hamdiman. Shu chaqda bir gap bo'lsin. Shu chaqda bir gap bo'lsin degan bilan ulg'ayal bo'ladi. Şeyh Asvakil. Anlasam Jang Zongsay chingdi ekan-ku. Jang Zongsay bo'lsa armiyamizning ro'yi bo'ladi. Birodarlarga ayting. Bu urushdan keyin Chingduga boramiz. Zongsay bizni qabul qiladi. Xo'p. Hey, dadangizni qanday o'rnashtirdingiz? Wang Cho'qir uni qaytish to'g'risida nasihat qilmoqchi. Ishning natijasi chiqay deb qoldi. Qanday natijasi chiqadi? Harakat qilamiz. Qanday harakat qilasizlar? Shu Anjonaysiga berib, Ozodlik armiyaning o'q-dori ambarini portlatamiz. Nima? Ozodlik armiyaning o'q-dori ambarini portlatamsizlar? Gapimni anglab turing. Shu chaqda o'g'lingizli iloda Ozodlik armiyaning pistirmisi uchrab qolsa, tugashgina shu. Sen uning pistirmoq ushlaydiganini qanday bilasan? Men paras qilyapman. Asta. Agar davozi Ozodlik armiyaning o'q-dori ambarini portlatsa, kompartiya uni hergiz kechirmaydi-da. Shu albat kechirmaydi Ozodlik armiyani. Shunaqa. Asta. Wang Cho'qir. Men qanday qilsam bo'lar? Wang Bigen, 당진시 저 다 구출했다. Yürü. Neri turma? Ne oldu? Can şikipti mi o kattı? Wang Bigen, bana iki bombasınız bombaydı. Bakın. Berdaş be. Can. Can yok o zaman. Çakı girer onu da. Atı boğazdan kalkan doğru mu? Can. Tügeçti. Wang Cho'qir,
Qaysi iş tügeçti? Men, siz, yani davazı hemmimiz tügeçtik. Asta, ulan çokur. Gepni eni kısanço. Tangjishi ketenmepti. Çatak oldu bilemsiz. Hey, bunun Tangjishi bilen ne münasebeti? Siz bilmemsiz ha? Ne var çokur? Ha, digine. Ya, bu ne? Sizge, demeyme. Vay. Demisan deme, meyli. Ben geçtim. To'xta. Dememse. Ma'qul. Dey. Kelib. O'tiring. Liloshan. O'g'lingiz davasini qutqizishni o'ylamsiz. Quruq gapni qo'y. Nemish qo'ydim deyman. Amsa davasini qutqizish xatarli o'zimni qutqizamsiz? Kallandan ayrilib qolsammi, qutqizaman. Bu sizning yuragingizni tutib turib, mundaq ajdodlaringiz deydigan gapchimi deb qo'yay. Kim yolg'on so'zlabdi? Yolg'on so'zlagan bo'lsam, meni chaqmoq ursin. Ma'qul. Amsa hemen gapni aytib o'tirmang. Bilamsiz yo'q. Men Wang Cho'qir Fushan ibodatxonasiga nimishga keldim. Sen bu yerga nimishga kelgan? Wang Cho'qir! Wang Cho'qir! Esangizni tutib oldingizmi? Esimni tutib oldim. Amsa hozirda davoz bilan ko'rishib, uningga yolg'ondan Lo'yin bozoriga qaytay, muhim ish vodang. Ma'qul. Malik harbiy idora qilish komitetiga beringmi? Ma'qul. Yo'lda ehtiyot qiling. Asta ma'qul. Nimandaq azmini qilasan endi? Ishni bitirmasligingizdan azravatyapman. Ay, xotirjam bo'l. Davozni qutqizish uchun jinimni tikib bo'lsa-mu, bu ishni cho'qim bitiraman. Ma'qul. Apamga bu yerda yaxshi turayotganimni deb qo'ygan. Ma'qul. Hey, Liatrat boshlig'i, dadangiz qaytamda? Dadam Lo'yin bozoriga qaytdi. O'zi yolg'izmi? O'zim yolg'iz qaytaman-da. O birga ketgani unimsaya. Ikki odam apirib qo'ysin. Ma'qul. Avar bo'lmanglar, hojatsiz. Hey, siz odatdagi odam emas. Ikkinglar Libiginni Lo'yin bozoriga apirib qo'yinglar. Hop! Asta, avar bo'lmasanglar-chi. Hey, dada, apirib qo'ysa yaxshi-ku, ha? Davozi. Dada, Men ketadigan bo'ldim. Sen bu yerda qolding. Ko'proq ehtiyot qilgin, ha? ma'qul. Dada. Aman bo'g'in.
Yepidem, bağırsla. Bolalarım, sizlar qaytib ketdinglar, ha? Ata, harakat qilasizlar-ku. Bo'ldi, avar olmanglar. Harbiy buyruq muqaddas. Sizlarni olib qo'ymasak bo'lmaydi. Yursizlar. Ma'qul. Ma'qul. Jönjön xalqiz. Ata harakat qilganda siz to'ydirmasdan Li Yanfuni nazorat qiling. Nimani o'ylayapsiz? Ilovshanni o'ylayapman. Yuqori bilan aloqalashing. Xo'p. To'xta. Nima ish? Biz xos vakilning ikkinchi buyrug'ini ijro qilamiz. Qanday buyruq? Seni unutib qo'yamiz. Changdoni tinish yo'ldan kommunistlar ipibdi. Jang Zongsay 10 kunning oldida Changdodan Tayvanga ketibdi. To'xta. Telegramma mazmunini maxfiy tuting. Li Yanfuni bilsin. Xo'p. Bu sotva o'z banayam saqlaysan, o'z banayam saqlaysan. İşlerim ko'ngildagidek bo'lg'ayli, Lavshanni bala qazadan saqlaysan. Bu sotva o'z banayam saqlay. Changdo tinish yo'ldan kommunistlarning qo'liga o'tibdi. Jang Zongsay Tayvanga ketibdi. Nima? Changdo tinish yo'ldan kommunistlarning qo'liga o'tibdi. Jang Zongsay Tayvanga ketibdi. Tayvanga ketibdi. U ketibdi. Chengdu tinish yo'lida ozod bo'ldi. Jang Zongsay Tayvanga ketibdi. Tarix qudratini ko'rsatdi. Tangriga ming shukr. 1949 yili 12-oyning 27-kuni Chengdu tinish yo'l bilan ozod bo'ldi. Jonghua Xalq Cumhuriyati yashasin! Mao Zedong yashasin! Jongo Kompartiyasi yashasin! Mao Zedong yashasin! Jonghua Xalq Cumhuriyati yashasin! Mao Zedong yashasin! Jongo Kompartiyasi yashasin! Lilavda sizni izdimiga yerim qolmadi, chataq chiqdi. Bak cho'ng chataq chiqdi. Nim chataq chiqdi? Ko'mindan gumram bo'pti. Nima dedingiz? Men juan xalqizning
so'zini anglasam, Chengdu tinch yo'l bilan azod topdi. Jang Zongsay Tayvanga ketibdi. Rostmi? Albatta rost. Juan xon qizmi ahli o'shni yo'qtab, bu yerda kuji ko'dirib yuradi-ku. Tam tugishibdiq. Butunlay tugishibdiq. Tugashgina yolg'iz Go'mindan bilan Jang Zongsaylar emas. Bu yoqqa mana. Man qaram. Men dadingizga bir ish bo'lishdan azrayapman. Dadam qilmish bo'ladi. Shefugan dadingizni olib qo'yishga ikki odamni avatdi. Siz bu aramlikqa shuncha ishlamsiz. Siz uning odamga qanday qasd qilganligini bilmamsizlikcha. Bu munofiq ish bilan. Qanday qilay? Bangligim, men darhol yo'l ko'zdim. Qanday yo'l ko'zdimi? Ular dadingizga qo'l solmoqchi, ehtimol bu chaqcha dadingizni olib nima qilasiz? Nima qilib borasiz? Uningdan so'rayman. Sen vazga o'xshab qadringizni qo'yamdi. Siz undan so'rasangiz, u tan olami? Lechongam, siz vafodor bola. Esingiz bo'lsin, ha? Dadangiz jiningizni saqlab qilish uchun sizni haqiqatga qaytishga undigilib bu yerga kelgan. U sizni deb o'zini jinidimi kashmoqchi bo'ldi. Asta. Bek non qetganman. Bir eg'iz gapimni anglamsiz? Tanga. Anjunaysiga hujum qilganda kallangizni ko'proq ishirdim. O'ylab bakma. Siz shuncha sodiqlik bilan Go'mindonga xizmat qilsangizmi, ular dadingizga qasd qilmoqchi bo'ldi. Yana bu Go'mindonga o'xshab nima qilasiz deyman. Go'mindonning taxti vayron bo'ldi. Hozirgi birdan-bir chiqish yo'lingiz taslim bo'lish. Taslim bo'lish? Kompartiyaga taslim bo'lamanmi? Sizning dadingiz mening atab qiynatam emasmi? Shunday bo'lgan ekan, vaqti kelganda biz birga taslim bo'lmamdi. Qimilma. Tura, maqul. Senmi? Oldiga. O'ta. Bonchoqlar. Leylada. Aslida ishgan til berib turib, taslim bo'lishmoqchimidi? Vaqtim yo'q. Kim yo'qqa? Kim bilan til berib turib taslim bo'ladi ekan? Dad gap yo'qkan-da? Ana boy deyishgan gaplarni hammasini angladim. Yemish. Juan xon qiz bilan Sheikh Hasbekning oldiga boramiz. Jembovka. Gap bo'lsa chayliqchi deyishaydi. Maslahatlashmaymiz bunda. Maslahatlash kerak shu. Yemish. Bonjin diyo. Sen hammani bilgandikin. Mening u digidek gapim yo'q. Mening u digidek gapim yo'q. Tabacasının kulağındadikine. Ben de bir kaç gümüş tenge var. Sana vereyim mi? Ne kılırsa? Tabacasının kulağında durursa, yanımda iştim yok. Ne koksa? Kızık,
Sana bir qancha kumushdan beraydi dedim o'sha. Qara. Qarab tur, ha? Mana. Nim bo'ldi? Nim bo'ldi, qarab baq. Liyatrat boshlig'i bilan Wang Jinbiyoni chaqir. Hop. Endi mendin ko'man. Lejonga qanday qilamiz? Atrot boshlig'i, nima ish bo'ldi? O'q chiqib ketdi. Sheyx Asmakal yig'inga chaqiryapti. Hozirlik borman. Hop. Atidagi harakatning tafsilotini muzokara qilaylik. Xo'p, Wang Jinbiyo qani? Wang Cho'qir otaman-g'o. Wang Cho'qir ishonchsiz. Doklad, kira. Wang Jinbiyoni topamidik. Topamidik? Ha. G'alati ish. İbadetxonaning ish sirtini aqtiringlar. Hop. Wang Biga. Kim o? Xos vakil yig'inga chaqiryapti. Nima yig'lajidika? Ahvolni kelishidika. Ha. Mana. Nima qilsizlar? Ha? Meni nima qilsizlar? Ha? Mana. Wang Jinbiyo degan haramliq bu yerda qanday qilganda? Wang Cho'qir. Bu men sana bergan eliq chaqmoq-ku deyman. Ha, shu. Uning jasadi yinida turdi-ku. Ras? Ha, to'g'ri. Sizning chaqmog'ingiz ajab. Uning jasadi yerda turibdi. Qaysi meni chaqmag'im? Bu chaqmoqni men sana bergan. Ha, to'g'ri. Siz menga bergan to'g'ri. Ha, keyin men uningga berayotgan. Uningga berganmidi? O chaqmoq bu haramliqqa yarab qaptiki. Shunga men uningga berayotgan. U o'lsa chaqmoq albatta uning yerida bo'ladi-da, to'g'ri-ku? Wang Cho'qir. Sen bageylik erkansan. Mo'shundaq desam o'lgan odam so'zlayolmaydi, qutulib qolaman deyapsan. Qutulib ketay deyapsan. Deganimiz o'zi. Bundaq desangiz, bo'lmaydi, juma. Bu men qilgan ish emas. Sheyx Asmakal, Wang Jinbiyo mening odamim tursa, men uni nima ish o'ldirayman? Yosh odamga val qilmang, juma. Wang Cho'qir. Sen eng gumonliq. Alayda vaqtda alayda bir taraf qilamiz. Meni rehimsizlik qildi dema. Buni chiqib etib dala. Liyatrat boshlig'i, meni gapimni qilib qo'ying. Menga val oldi. To'xtala. Sheyx Asmakal, men kallam bilan hudud qilaman. Wang Begim Kompartiyaning shpiyoni emas. Wang Jinbiyoni hargiz u o'ldirmadi. Wang Jinbiyoni uni o'ldirmaganini siz qanday qilasiz? Wang Jinbiyoni men o'ldirdim. Siz uni nima ish o'ldirdingiz? U dadamni o'ldirmoqchi bo'lgan. To'g'ri. Dadangizni o'ldirmoqchi bo'lgan? Shundoq. O'tganda dadamni siz qutqizib oldingiz. Yilqi yuzni yetib olgan odam dal Wang Jinbiyo. Janjon qiz, bu ishni siz obdan bilasiz-ku deyman. Shundaqmi? Hey, bu ish burilib o'tib ketdi. Ata biz harakat qilamiz. Odam kerakli tursa, uni nima ish o'ldirdingiz? Chunki u Wang Begimni o'ldirmoqchi bo'lgan. Wang Cho'qirni o'ldirmoqchi bo'lganmi? Shundaq. Wang Begim ularning otamoni. U qoyil bo'lmay Wang Begimni o'ldirmoqchi bo'lgan. To'g'ri. U Wang Jinbiyo Lu Texan bilan birga bandit bo'lgan. Men Lu Texanni o'ldirib o'tib, ularning otamoni bo'ldim. Wang Jinbiyo ko'nglidan norozi bo'lib, meni siqib chiqarmoqchi bo'ldi. To'g'ri, Sheyx Asmakal. Wang Begim otaman. Ularda ishki nizo chiqsa,
Әті biz pırqı dövlət tapşırğan vəzifəni oğuşluq orun deyə alamdıq. Sizni kim bo'lsa qilsa shuni bilan chiqib ketmaysiz. Birodarlar, o'xshash qolmasin. Yengillik qilmanglar. Yengillik qilmanglar. O'zaro qirg'in qilishmayli. Ha, hargiz o'zaro qirg'in qilishmayli. Vahbigilni qo'yib yetish. Xas vakil, ət hərəkət qılımız. Tirkishib qalsaq, yaxshi bo'lmasmikin? Bağbegim, rastla fuqishmaslik bo'pti. Kechiring. Qani, qo'l ostingizdagilarga gap qilib qo'ying. Birodarlar, birodarlar, biz ata harakat qilamiz. Shuna hozir qaytib ketinglar. Ha, qaytib ketinglar. Qaytinglar. Ha, hammanglar qaytinglar. Mana hech yo'qmi-ku? Qaytinglar. Şefugan. Gördünüz-ku, ha? Mana. Mençu, sizler ayrılanmaydıgan adam. Bağbegim, aldığınızda xejilme. Bunda qilishimni pırqı dövlət üçün. Bundan keyin yanıla dost bolup ötüyüreylik. Eminim bu, siz ben şundak dostum ba. Lekin sizni meni yaratmay qalamıkin dep əzireyim. Undaq bolandıgan. Oy, ha. Ley atrap başlığı. Yardımınızga köp rahmet. Arzimaydi. Cagal kız, siz umumluqni ko'zlaydigan nat ulug' qiz kelsiz. Aferin. Aferin. Ikkimizga gap ketmaydi. Shundaqmi? Amsa ben berib, adamlarımni ko'ngli yazay. Ketdim, ha? Bu qaytdan sizga yordam berdim. Bu çay, ha? Yana bir qancha qatlım bor. Tejeprek yeb, uch kun chidab turgan. Men Jondaguyga deyman, u odam avatib seni tog'da deb ketdi. Jumal, ana, mana. Ma'qul. Bo'ldi, ahvol mushundaq. Darhol urush tayyorlik qilinglar. Xo'p. Yo'ldoshlar, menda bir liyam bor. Yuqoriga bir zarbidor liyam qo'shib avatidi. Yana xalq askarlari cho'ng atirtimi bizga moslashidi. Bu qitim har qaysi nuqtadagi dushmanni to'liq yo'qtayli. Jo'lanjan. Ha, Janshuji, sizning bo'lim boshlig'i. Jo'lanjan. Ben rayondagi xalq askarlarini boshlab keldim. bak yaxshi bo'pti. Yana 2 odam keldim. Ularning roli bir o'tir atrofnikini qilishmaydi. Shundoq yomonmi? Devang. Jo'lanjan. Qarang, bular kimkan? Yusuva. Yusuva. Oğlum, dada degin. Dada. Yoldaşlar, ular Jo'lanjanning xotin ballari. Ular Yavuz bandit Lotexan bilan Gominda qo'rchoq hokimining qo'lidan qechib qutulgan. Bugun
Ular oxiri jam bo'ldi. Silipi o'chmanlikni unutmayli. Xonlik yoshini unutmayli. Gomindan aksiyachilarni yo'qotayli. Butun Jungoni ozod qilayli. Jungo kompartiyasi yashasin. Vaziyat aniq bo'ldi. Tushundinglarmi? Tushundim. Otinglar. So'lga burun. Chapsan bo'linglar, chapsan. Tez. Chapsan bo'linglar. Keyindikilar yetishmaylar. Tez. Bayazo, bu chaqmoqni yanala sizga beray. Bu chaqmoq bishim uchiqlik qilib qoldi. Ammayman men. Askar. Askar! Askar! Ay, Can ustam, xalq askarlar qani? Bu mahbi. Ben yazlıq məhkəmənin başlığı tursam, məndə mi məxbi tutam da? Çinyoba, xalq askarları nəkətdi. Bu məxbi. Şu bu. Xalq askarları nəkətdi. Məxbi. Şoyunfan. Xalq askarları qayerga ketdi? Hammasi mendan yoshiryotdi-ku. Askar! Askar! To'xtanglar. To'xtanglar. Nima bo'lgandi? Birodarlar, mal dunyo bulayli! Tez Topşırsalar öldürmeyin!
Gomindan askerlerine banditlar. Sizler korşalda kaldırlar. Kim karşılık gösterse ölümden başka yol yok. Çingdo tinch yol bilen azat bo'ldi. Janjishimi Tayvanga Kıpırlama. ketdi. Tapaycı deka. O'rinsiz qurbonlik berish olamni hojat qolmadi. Derhal teslim bo'linglar. Qurol topshirsangiz o'ldirmaymiz. Biloda odamlaringga taslim bo'lishni aytgan. Gomindan askerlari, biz ozodlik armiya lavzimizda turamiz. Qurol topshirsanglar, sizlarni zaxmlantirmaslikka o'nti qilaman. Lianfo, derhal buyruq sürün. Ösüp çıkaylık. Liyanfu! Davazı! Ben dadan Lilan şu an! Dada! Davazı! Şefugen işki askerini beni öldürüşki buyurup diken. Təlimgi beni Jowlen yan kutkuzu oldu. Lianfo, dadınızdan gepiga herkes kulak salma. Kavunuslar onu şundak deyişke zorlayan gep. Buyruqni icra kılın. Davazı! Aytqanlarımның hemmisi rast! Derhal teslim bo'lgin! Kompartiya kengchilik qiladi! Voycan! Bu haramlık beni öldürdü diken. Biloda odamlarga taslim bo'lishni aytgan. Gomindan askerlari, biz ozodlik armiya lavzimizda turamiz. Qurol topshirsanglar, sizlarni zaxmlantirmaslikka o'nti qilaman. Birodarlar, Jiangji shirjinimizni sepmayli. Taslim bo'laylik. Jiangji. Dokrat Khan Shoji, vazifani g'alabalik o'rinladik. Yaxshi. Yaraysizlar. Wang Yozo, bu yoqqa keling. Wang Yozo, bu viloyat partkomniki Khan Shoji, u Wang Yozo bo'ladi. Wang Yozo, siz zo'r xizmat ko'rsatdingiz. Khan Shoji, hozir qilmish chog'da men xalq hisoblamdim yo'q. Hisoblansiz. Albatta hisoblansiz. Voy Yozo, qarang kim keldi. Yem falan hapsi. Sizler, neymiş ki adamlar? Sizni ağır keldik. Yozo, qarang, bu kim? Van Begim. Oy, yüz varın xotunu bu. Van Begim, rahmat sizga. Jo'lajon, ko'rdingizmi? Men rostilla xotin balang'izni qutqizib olgan. Van Begim, men hammani anladim. Sizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Jiang Shoji, endi men Noyon bozoriga uch qashqar qaytsam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Yana men yem falan absula xotirjam yashasam bo'la? Albatta bo'ladi. Voy Yozo, men qarang. Nahiya patarida siyosiy kengash yig'ini ochdi. Biz sizni siyosiy kengashning vakilligiga ko'rsatdik. Ha? Mendagi vakil bo'lamdim? Ha, albatta vakil bo'lasiz. Bu gapingizga qaraganda hamma ish oydinlashib, o'ngishli qilib ketibdi-da. Siz to'g'ri yo'lga mangdingiz-da. Wang Yozo, tunji qadamni to'g'ri bosdingiz. Endi
pushaymon qilmay, tavranmay, o'zingizning yangi hayot yo'lida har bir qadamni puxta tashlab men. Ma'qul. Ma'qul. Tata.乱世汹汹故事多，小人你愿意说？风流吹来苦雨下，真情换了泪蹉跎。应有千人比，说有万人说，你把世事非非，说他起起落落，不转心意人间事，真情假意是长河。夫妻情缘知多少，莫让真心梦难合。夫妻情缘知多少，莫让真心梦难合。莫说人之中，是善还是恶？莫道花鲜艳，花开又花落。是善是恶，花开花落，是非曲直自有人评说。几度春秋，几番离合，有谁一生都是笑呵呵？做人做事不能总是错。
晓各方已如何？谈笑各方已如